Hurmatli obunachilar, 3-partiyalarimizga xudo xolasa haqiqiy gigant variantlardan chiqdi akalar. Soni 4 dona ekan. Mana akalar bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Bo'ybastlari o'ta kelishgan variantlaridan. Buni ekalasi haqiqiy usorini o'ta tozalaridan akalar. Dumba razrezi ham hamma yo'g'i kelishgan variant. Mana. Xudo xolasa o'ta chiroyli. Soni 4 ta ekan aka. 3-partiyamiz, xudo xolasa. Oxirgi partiyamiz, ha? Oxirgi partiyamiz. Yosh oyliklari qanaqa aka buni? Dostonbek buni ekalasi 3-4 3tasi. Ha. Bittasi qo'zi. Bittasi qo'zi. Qo'zini qarang. Oxirida qo'zi. Qo'zini qarang, boladagan qo'zi ama. Xudo xolasa. Shular bilan teng ekan qo'zilarga qarama aka. Qo'zi narsa tishni ham ko'rsatib ko'ramiz. Mana, tishlarni ham ko'rsatib ko'ramiz akalar. Mana Dostonbek. Mana Qo'zi. Hurmatli obunachilar. Mana. Sen 4 taga chiqaribdi. Mana. Ham 4 tish. 4 tish. Mana. Ham 4 tish. 4 tish ekan. 3tasi 4 tish, bitta qo'zi. Bittadan oyoqlarni. Bu ikkinchisiga bo'g'oz bo'ladi. Ustoygalarni qaranglar, xudo xolasa, oyoq kengliklari, ustagan tuyoq, xudo xolasa hammasi. Tuyoqlari ham zo'r turibdi ekan. Marazizlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Bir boshdan, xudo xolasa, to'talasini ham. Bemalol aloqa chiqaradigan qo'ylar akalar. Shoshilib aloqa chiqaringlar. Doniyor aka, narxi qanaqa bo'ladi aka endi oxirgi partiyalarimiz? Yo'lida qo'yapmiz Dostonbek. Yo'lda, xudo xolasa aka. Bularni ham yo'lida qilib beramiz bularni. Aytavering-chi. Endi buni qo'ylarda Dostonbek to'g'risini aytganda, endi buni ekkan o'zi puli balandroq. Puli balandroq. Endi buni ekkan sal puli pastroqligi uchun 4 toni bitta qilib tashlayapmiz. Endi bir joyga obunachilarimiz oladigan bo'lsa, bu 8 pakiz yo'q. Bularni 7,5 dan ozmas o'tib beramiz. 7,5 dan ozmas o'tib berasiz. O'tib beramiz. Bu 7,5 dan aytgan bo'lmaydi bar hech kimda. 7,5 dan o'tib beramiz. Birattasida tortishmadim akalar, narxlar biz yo'lida qo'yamiz. Yo'lida bo'lyapti aka. Ozgina bo'lsin, sozgina bo'lsin deydi-yu. Tez bo'lsin, tezroq sotilsa, xudo xolasa yangi partiyalarda olib kelaveradi. Akalar. Qo'ylar lekin bo'ladigan qo'ylar hammasi mana obunachilar. Qo'zini metrlab bering. Metrlab bering shuni. Mana. Yerdan hurmatli obunachilar, yerdan turibdi. Mana shu qo'ziniki. Mana. Bemalol ko'rib olaveringlar. Nechi turibdi? 80 baland aka. 80 baland, mana shu qo'ziniki. 83 ga boryapti. Hammani o'lchab ko'rsatib beraylik. Ha, ko'rsatib ko'ring, u hali ko'ngil holiga yo'q. Ko'ngil holiga yo'q. Mana nechi ko'ryap turgan bo'lsalar, shunga olaverasizlar mana. 86 shunaqa chiqyapti. Mana ular xudo xolasa 90 bo'lsa kerak. Kecha jonivor bu. Mana yerdan qo'yib turibdi-da Dostonbek mana. Mana nechi ko'ryap turgan bo'lsalaring, shunga olaverasizlar mana. Metrlab tishlarigacha ko'rsatib qo'ydik. 87, 88 Shunaqa. chiqaveradi akalar. Metrga chiqqaniga pul so'nab olaverasizlar bemalol. Narxini boshqatdan qaytarib yuboring aka buni. Chiroyli qilib. 7,5 dan o'tib beramiz Dostonbek. 7,5 dan bir yerga o'tib berasiz. Bir joyga bo'lsa o'tib beramiz. Ikkitasi bo'lsa. Mana shu ikkovini desan plyus minusi bo'ladi. Plyus minuslari bor bu ikkitasini. Aytib o'tkazish kerak-da buni. Ha bir joyga bo'lsa 7,5 dan o'tib beraveramiz. Ya ikkitasini chiqarib bering deyishsa, bular narx to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. To'g'ri kelmaydi. To'talasini bir joyga oladigan akalarimizga xayrilari bo'ladi. Bemalol aloqa chiqaverasizlar akalar. Narxida tortishmagan sababi akalar qo'ylarni ko'rdilar, haqiqiy arziydigan toza qo'ylar akalar. Narxni ham o'shaning uchun boshida aytdim, arzonroq qo'yib bering, narxida tortishmaymiz, o'tib bersangiz bo'ldi. Qarangda bellarini, asosan bellariga ham e'tibor berish kerak oluvchilar ham. Bellar ham juda sandal jonivor, to'g'risini aytganda. Badallar ham o'ta zo'r qo'yiladi. Xudo xolasa hammasi zo'r. Yo'q qo'ydi, xudo xolasa. Mana mash qo'ygan ko'rib, juda kuchli qo'y mash qo'yam. Mana bir azizga e'tibor berib qarab qo'yasizlar kerak mana. Xudo xolasa hamma yo'g'i kelishgan qo'ylar. Hamma kelishgan mana. Qo'zini ham, qo'zi ham, murdolari ham qo'zini ham. Ideal holatda turibdi. Oxirgi partiyalarimizda hurmatli obunachilar, videoda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Aytilgan narx muhim emas, tortishib, xudo xolasa olaverasizlar. O'tib beradilar qo'ylardan, xudo xolasa.
O'tib berasiz aka chiroyli qilib. Xudo xolasa Dostonbek. Telefon qilishsin, ha? Telefon qilishaversin, bemalol telefon qilishaversin. Bittadan like bosib, xudo xolasa otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turasizlar. O'tib beramiz qo'llarga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.